Bizda o'zbek oilalarida mojaro ko'p bo'ladi. Bo'lgan bo'lmaganga er-xotin bir-birini tushunmaydi. Tushunmasa nima qiladi o'ylab ko'rib, balla tug'ib, tug'dirib. Eshityapsizlarmi? Er yomon uryapti xotinini. Eshityapsizlarmi? Eng qizig'i hech kim ahamiyat bergan yo'q. Hamma o'tib ketyapti. Ko'chada bo'lmayapti, uyda. Bir-birini yeyapti. Ayni ahvol. Biz kattalar bunday bo'lsak, yosh avlod nima bo'ladi?